Hammaga salom va nihoyat men yana video olaman. O'zimda o'ylab qarasam 3 oy bo'lgan ekan olmaganimga. O'sha eski videolarimga kirib ko'rib chiqdim-da, keyin Aminani kichkinaligi, Xaridni kichkinaligini ko'rib, bu yo'q, bu esdalik o'zim uchun deb, o'shaning uchun bugundan olishni boshladim. Bugun adashmasam 17 yoki 16 mart. Yana pastga yozib qoldiraman. Hozir ertalabga men sirnik qilaman. O'zim muzlatib qo'ygan edim. Shuni hozir skоворodkada qovuraman. Sirnikni qanaqa qovurasiz deb so'rashadi ko'pchilik. Sirnik retsepti YouTube'da ham, Instagram'da ham hamma joyda bor. Qo'yganman. Ozgina yog' solib olaman skоворodkaga. Tomiga keyin olovni past qilaman, prям juda past olovda muzlatib qo'ygandan keyin mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi sirniklarim. Bularni hozir prям даже oxirgacha qizimagan yog'ga solib qo'yaman. Issiqlikda erib yotadi. Bunichi tvorogga yoqtirmaydigan bolalarga bersa maza qilib olishadi. Endi sirniklarim tayyor, ularni solib qo'yaman. Shunaqa rumyanец bo'lgandan keyin ikkinchi tomonini aylantiraman. Yog' umuman yo'q почти. Keyin krishkaga yoqib qo'yaman. O'zi sekin dimlanib pishadi. Sirnik yoniga hozir kasha qo'ydim manniy. Yana qaranglar, bitta narsa bosmoqchi edim. Xitoydan kelgan narslarim. Bunaqa silikonli idishga zakaz qildim. Ikkita bolamga интересный formada narsalar pishirib berishga. Birinchisi bunaqa mashina shaklida oddiy olaman. Bunga supchiklarni pishirib morozoga solib qo'yaman, muzlatib qo'yaman. Bu yana yarmi bundan ko'p silikon idishga zakaz qilganman. Ularga kelsa, keyin qolganini ko'rsataman. Manniy kasha и сырник, сырник ustida сгущенка, yonida smetana и кофе. Har kuni ertalab kofe ichmasam, bilmadim, o'zimga kelmayman. Tem yosh ko'raman kofeni, hatto kofe zarar. Aslida berimni paytda, lekin baribir ichaman. Ikkita bolam qorni to'q. Hozir o'ynab kulib yurishibdi, bir pas turib, qilamiz. Uxlataman ularni. Kstati, sizlarga sochimni qanaqa jingali qilishimni hozir ko'rsatib beraman. Kecha o'zim tvorожник qilgandim kechasi. Вообще прям красавчик. Buni kechasi men yeb chiqibman bor-ku. Juda ham chiroyli, prям ko'rinishi, mazasi ham zo'r. Aytgancha, hozir YouTube'da 97 ming, yana 3 mingdan keyin 100 mingta bo'lamiz. Xonaga bunaqa shkaf zakaz qildik. Bu yerda hamma o'yinchoqlar, polchkalar, yana yoniga stol ham bor. Buni komplekt hozir endi instrumentlarni tozalab o'tiribman. Savolim qarang. Biroq hozir nasatkasini topib ko'rsataman. Xalit mamit qanday nasatkasi? Bunaqa gachni ключlar bor. Buni Xitoydan zakaz qilgandim. Boltiklar, bunaqa отвёртка, уже sindirishni boshlagan. Bunaqa отвёртка. Drelini mametini olib kelgan. Qani mameti drelini olib kelgan? Mana qaranglar. Bunaqa drel. Bunaqa nasatkasi bor. Bunaqa nasatkasi bilan hozir boshqa tomonga ekan. Nega ishlamayapti Xalit? Voy, buncha qattiq qilib qo'yding. Qarang, davo solinadi-da, delga. Mixni o'zi chiqdi. Buni yuzi pomada bunga bertlabdan pomadalar o'ynagan. Ol, o'tir. Men boshqa nasatkasini olib kelgan Xalit. Va. Qil. Davay. Kema ushlab turaman. Qani, qattiq tushdi bax. Yo'da, shuchi bo'lib anime kelyapti. O'ziga narsa savoga. Qadim. Xalit tor joyiga kelamiz, sig'mayapmiz. Ozgina sural. Yana bunaqa benzopilasi ham bor. Buni ham Xitoydan zakaz qildim. Bir paytda instrument kirsa qiziqib ketadi-da. Ovoz chiqadi. Ovozligi juda ham baland. Mana stilaj ko'rinishi. Mana shunaqa yecheykali bolalarning o'zi kelib, xohlagan o'yinchog'ini o'ynab ketishadi. Yana bitta dreli. Mana bu birinchi dreli yengilga qaynamlar. Podarka qildilar. Bu ham zo'r, bu ham
aylanadi. Har xil nasatkalari bor. Bunda ham anu haligi shruplarni aylantirsa bo'ladi. Chiqib zo'r narsa ekan. Agar bolanglar qiziqsa, mana shu stроительный narsalarga haqiqiy drelga o'xshaydi. Hattoki mana past qismi ham olinadi. Amina hozir uxlab qoldi. Soat 11:30. Men esa sochimni endi qilaman. Bunaqa oddiy dazmol ishladim. Bu dazmolni men uzumdan olgan edim. Где-то bir 90 mingga bo'lsa kerak. Unaqa zo'r dazmol emas. Prям vau demaganman. Chunki oldingi dazmolim xuddi shunaqa edi ko'rinishi. Originalniy produkt bo'lganigami, kачествоsi juda ham zo'r edi. Hozir qilamiz. Hozir spesialni qo'y. Tezlashtirib yuboraman-da videoni. Bitikda joyini ko'rsatib, tezlashtiraman. Yonimda esa Xalit. Shtativim olib keldi. Stulchik uni xullas Xalitni stulchikga qo'yib, hozir video yozdim-da, o'shanga menga tipa yordam bo'lsin deb shtativini olib keldi. Tushib ketdi Xalit. Mana shunaqa sochimni yig'ib olaman-da. Ozgina qoldiraman. Keyin qaranglar. Dazmolni yaxshilab qizigandan keyin, kстати, qup-quruq sochga qilaman. Mana kechqurun yuvgan bo'lsam sochimni, ertalabgacha prям ideal darajada quruq qilaman-da. Ana ozgina prядь oldim. Ketdi. Prям ildizdan boshlab tekislayman. Keyin esa bitta qator qolaman. Sochimni aylantirishni boshlayman. O'sha aylantirgan holatda bunday tushiraman pastgacha. Yanimda ushlab turaman ozgina. Qo'yib yubordim. Bunaqa jingali chiqdi. Shunaqa qilib hammasini qilib chiqaman. Qancha mayda soch olsam, shuncha jingaligim uzoq vaqt turadi. Yana jingali chiqdi. Hozir paka ko'rinmayapti mayda bo'lgancha, lekin hamma sochim yoyilgandan keyin jingali juda ham chiroyli bo'ladi. Ham sekin qilaman, shoshmasdan. O'rtacha mana shu sochimga 15 minut vaqt ketadi. Tayyor bo'ldi. Shunaqa jingalilar chiqdi. Bu menga sochimni keyingi yuvgunimcha bemalol yetadi. Sochim o'zi qalin. Shunaqa. Kencha video yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar, podpiska ham tashlab qo'yinglar. Atigi 3000 ta obunachi yetmayapti, 100 mingtagacha. Sochimni qilib bo'ldim. Tak, bu yerda Xalit hozir pastutini yuvyapti, точнее, pastutini yoyapti. Men esa unga obed tayyorlayman. Bekki hozir indiykadan kotlet pishiraman. И parallel yoniga ozgina guruch, grechka, makaron solaman, pomidor bodri bilan birga. Qaralabda zo'r lavha ko'rdim internetda, shunaqa pishiraman. Sizlarga ham ko'rsataman. Skоворodkani ichiga bunaqa idishlarga guruch, makaron, grechkani soldim-da, и ozgina ustiga suv qo'yib, hozir bunaqa водяной banyaga solib qo'ydim. Hozir bittada uchalasi pishadi. Ozgina tuz ham soldim. Men bu idishimda esa kotlet pishiraman. Kotletim pishguncha как раз bilan pishadi. Uchalasi bitta vaqtda pishib, keyin esa obed qilib buni uxlataman. Mana tayyor bo'lgan rezultati. Hamma narsa pishdi. O'sha suvini ko'proq solib skоворodkaga qo'yib qo'ysanglar, zo'r. Ozgina qilganim, ana удобно, чем 100 tanaqa ishlatgandan ko'ra idishni ham gaz ham yetmaydi. Bu yerda esa tayyor o'zi uchun porsiya. Bola ham katta bo'lib qolgan. O'zi yeyishni o'rganyapti. O'zi yeyapti. Bu yerda yana o'zimizga kotlet pishiraman, burger qilmoqchiman. Pomidor bodrini solib. Yordam bering.
Yaxshimi, zo'rmi? Olib bering. To'xta, qoshiq bering, qoshiqda yeysan. Ha, qoshiqda olib tora. Undoq qilasan-da, yeb olasan. Zo'rmi? Hozir Telegram kanalimga ham tashlab qo'ying. Telegramman bor o'tgancha. To'shnisam bermagan, o'zim grechka yoqtirmagan uchun Xalit uchun ham grechka bermas edim-da. Grechkani yoqtirib, grechka yeyapti. Agar o'g'limga grechka yoqar ekanda, har kun pishirib beraman. Aminaga ham anaqa qilib bermoqchiman. Grechka meni yeb ko'rmagan hali. Grechkali kasha bilan keyin o'shani tiftelkalar, frikadelkalar ichiga ham solib такой supчик qilib bermoqchiman. Telegram kanalimga o'tib olinglar. Pastda ссылка qoldiraman. Atak men poisk nima deb yozishinglar kerakligini yozib qo'yaman-da, o'shani yozsanglar o'tib olasizlar. Music licensing reimagined. Hozir Xalitdan ovqat qolsa Aminaga beraman dedim, lekin Xalit hamma ovqatni yeb qo'ygan. Aminaga скорее всего hozir kabritan kashasini qilib beraman. Uyimda tыквенный kasha bor edi, semizlakov degan. O'shani beraman. Hali kechga такой bulyonchik solib qo'yaman, frikadelkalar bilan. Yoki parda kotlet pishiraman. Xullas, hali menyuda hech nima tuzmadim. Chayna, yaxshilab chayna. Obedda ovqat yedirib bo'lgandan keyin har doim kiyimini almashtiraman, chunki to'kib sochib yeydi, postel kir bo'lmasin deb. Ham o'zi ham o'sha ovqatlarda uxlamasin deb almashtiraman. Hozir uxlash ketamiz. Hadi bitta og'zini yopib oling. Bo'ldi, hozir yuzini bitta yuvaman. Bo'ldi, uxlashga. Bu bola uxlash kerak edi, lekin shu turib olgani uchun u ham turib oldi. Amina, nega chiroyli qizsan? Amina. Kameram qiziq bo'lib ketyapti. O'shagisi kelib ketyapti kameramni. Voy, Xalit shkaf ichiga bekib oldingmi? Xalit shkafni ichiga bekib oldi. Faqat qo'li ko'rinyapti. Xalit qani? Aji gogo. Ikkita bolam hozir uxlayapti. Menga dastavka keldi, sizlar bilan birga ochmoqchi edim. Так, надеюсь, ovozim eshitilyapti. Paketik. İçinde choylar. Mana qaranglar, qanaqa choylar kolleksiyasi. Вообще zo'r. Как раз yaqinda o'zim yangi choyni olib kelgandilar. Juda qanday bir chiroyli shiringina choyni ichib, o'sha choyniklarga solib ichamiz. Keyingisi bu Asad tea и Aber tea degan. Ochish bilan prям choylarni aromati kelyapti. Qaranglar, zo'rligini. Hali kech payt damlaymiz. Mana bu ikkitasini uxlashini qaranglar. Bir-bir bilan quchoqlashib uxlashyapti. Amina bilan Xalit. Alisa. Men Alisa. Nimani bilmoqchisan yoki gaplashmoqchisan? Oh, Amina. Ki? Siz rasmini. Qani rasmlaringizni ko'rsat, Xalit. Amina. Aji gogo. Amina. Amina, Mumina. Nima chizamiz? Nima chizamiz? Tushuntir yana bir marta, Xalit. Nima chizamiz, Xalit? Nima chizding? Qani? Oo, shunaqami? Bu boks qiladiganmi? Bu nima? Nima bu? Mashina degan. Bugungi kunimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hozir o'g'lim bilan birgalikda rasm chizib o'tiribmiz. Markerlar, kстати, markerlar ham Xitoydan olingan. Shunisi zo'r kачество chiqdi. Agar video yoqgan bo'lsa, bitta serдечко bosib qo'yinglar. Yana Xudo xolasa, постоянно часто shunaqa video chiqarishga harakat qilaman. Bir kunlik vloglar kichkinagina, qisqagina. Endi montaj qilib Xudo xolasa ertaga qo'yaman. Kстати, Telegramga, Instagramga podpiska tashlab qo'yinglar. YouTube'ga ham.